Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldır Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabı dersimizin devamında bugün Suyuti rahmetullahi aleyh Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'nun türlük sorularda sözlegen hutbularda nemuniler şunu bizge tanıştırmakçı. İbn Asakir rahmetullahi aleyh Musa ibn Uqbeh degan ayette dağınık bir sira alimi tarix aliminin rivayet kılınışça Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu hutbu vaqtda mundaq deydigan edi. Alemlerin perverdigarı boğan Allah'a hamd sanalar bolsun. Allah'a hamd eytimen, Allah'tan yardım talep kılıman. O Allah'tan bir isil zadlikni, keremlikni sorayımız deydi ölgendiğin kin. Şundaqla mening ajilim meselenin ajilanlam yaqinlashdi. Allah'tan başka ilah yok, şeriksiz o Allah deb guvohlik beraman. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın bendisi, Resul deb guvohlik beraman. O Allah Peygamberimizni haq bilan bishoratchi ve agahlandırıcı, nurluq chiroq qilib bir avatdi. Endi hayat kishilarni ogohlantirish uchun ve bundan keyin kofirlarniki ziniga dalil, isbot, haqiqatni turg'izish uchun dedi. Kim Allah'ın Resulü'ne boysun degan bu adam to'g'ri yo'lda mangan bo'ldi dedi. Kim Allah'ın Resulü'ne boysunmay onun asi bo'ldi ekan, bu adam haqiqatan iniq ozg'undir dedi. Va bu gapni deb bo'lgandan keyin sizlarning hammanglarga Allohdan qo'rqishinglarni tavsiya qilaman. Alloh taolo sizlarga yo'lliq, qonunliq deb belgilagan, hidoyat deb sizlarga o'ttirib qo'ygan Allohning buyrug'iga chin erishishinglarni buyurayman dedi. Hem de İslam hidayetinki hem de ihlas sözünkini, la ilahe illallah sözünü etip boğandan keyinki İslam hidayetinin cug'lanması cevheri Allah Taala sizlarga vali qilib bergan, sizlarga rahbar qilib bergan kishilarga bo'ysunishdir. Ularning gapini anglashdir deydi. Kim hem de yaxshilik buyurgan yomondan to'sqan, haqiqiy ixlos bilan shularga bo'ysunadi ekan dedi, bu odam nijot topa oladi. Ve özünün üstündeki mecburiyetini bu adam ada qilgan bo'ldi dedi. Sizlar havoyi heves xohishlarga ergishishdan saqlaninglar. Haqiqatan havoyi hevesga ergishishdan, tamoxurlikdan, g'azab ochchiqdan o'zini yig'algan odam vujud g'alaba qila oladi. Sizlar faxrlanishdan, mag'rurlikdan saqlaninglar. Topudan yaratilgan, yana topuga tuproq qaytadigan bir odamning faxrlanishi loyiq emasdir. Ondan keyin topu qaytgandan keyin bir qurt qo'ng'izlar yeydi. Bugun hayot odam atisi o'li demasmi? Bundaq odamning mag'rurligidek hech qanday bir orzuligidek, bir faxrlanigidek bir ishi yo'qdir, avval yo'qdir deydi. Kundan kunga tirishib ishlanglar deydi, yaxshi ishlarni qilinglar. Har vaqt yaxshi ishlar bilan mashg'ul bo'linglar. Mazlumning, ojizning duosidan saqlaninglar. Ve özünlerini ölük de hesaplanlar. Çünkü biz ölümge mahkum kılınıp o adamlarla çok bir gün. Sabır kılınlar. Her kanday sabırdan vücudu çıkıdı. Bir işlerde kılmakçı olsanlar dikkat bilen iş kılınlar. Şu vaxtda sizlerge bu iş payda epkilerleydi. Sizler devamlı yaxşılarını kılınlar dedi. Bu yaxşı işler çokum ya ki olğuvasıda ya ki kubul buludu. Allah Taala azabından agahlandırgan bu azaplı sizlarni qo'rqinglar, diqqat qilinglar. Allah Taala sizlarga va'da qilgan o'zining rahmatiga erishish uchun sizlar davomli tirishinglar, oldiringlar, intilinglar deb shundoq deydi. Va shundoqla sizlar tushuninglar deydi. Ham boshqalarni to'g'ri tushuninglar. O'zinglar taqvodor bo'linglar va boshqalarni taqvodor bo'lish o'rninglar yoki taqvodor bo'lishga ündep yoki ulug' bo'lib yoki yordam beringlar degan mazmunda. Alloh taolo sizlar uchun burunqi ummatlarni nima sababdan halok qilgan sabablarni sizlarga cho'qim bayon qilib tafsili deb berdi. Va ularningki qaysi holatda g'alaba qozonganligini oyatda yoki oxirat ishlarida bu mazmunlarni sizlarga ochiq bayon qilib berdi. Allah Taala sizlar uchun o'z kitobida halol harom masalalarini aniq bayon qilib o'tdi. Allah o'zi yaxshi ko'radigan va yomon ko'radigan ishlarni deb o'tdi. Men o'zimni sizlarni saqlayolmayman yoki egulanmayman. Allah Taala eng yaxshi yordamchidir. Va la havla va la quvvata illa billah. Allohsiz bizning hech bir kuch qudratimiz yoki urinishlarimiz qaror kelmaydi. Bilinglar ham deydi Abu Bakr davatida
Sizlar Allah uchun ixlos bilan qilgan har qanday amallaringiz bo'lsa, shu vaqtida sizlar Parvardigoringizga haqiqiy bo'ysungan bo'lasizlar. O'zingizlarning nasibinglarni saqlagan bo'lasizlar. Hem xursand bo'lasizlar, hem Parvardigoringlar uchun yaxshi bir nafli ishlarni qilgan bo'lasizlar. Mana sizlar o'zingizniki shu o'lib ketishdan burun yaxshi ziyoda nafli amallarni yaxshi qilavering. Shu orqali sizlar o'zingizlarning o'tmishinglardagi kamchilikni to'liqlab ma'nolasizlar. Sizlar şu ishga muhtoj bo'lganda, kambag'al, ya'ni o'zingizni shu ishni qilolmagan, yaxshilik qilolmagan holatlarda sizlar o'tmishda burun qilgan yaxshi amalinglar orqali muhtoj holatinglarni shu yaxshi mukofotinglar amalinglar orqali qamdaysizlar yoki yonmaysizlar deb shunaq degan. Ondan ey Allohning bandalari, o'tmishdagi sahoba qarindoshlaringlarni, hamrohinglar, do'stinglarni o'ylab boqinglar dedi. Ular o'ziniki burunqi qilmishlariga qarta kep bo'ldi dedi. Dunyoda nima ishlarni qilgan bo'lsa, ular o'lib ketgandan keyin shuning qarta jazo ya hukmga qarta o'ziniki mukofotni ep bo'ldi. Ular yoki o'lgandan keyin ya baxt ishida yoki baxtsizlik ishida yashayotdi dedi. Allohning sheriki yo'qdir. O Allah bilan hech bir insonning orasida maxluqotida nasablik tuqqandochilik yo'qdir dedi. Uningga shu nasablik buni ya yaqinchilik munosabati bilan yaxshilikni beradi dedi. Allah subhanahu va taolo tarafidan kelgan hech bir yomonlikni Allohga bo'ysunish orqali, buyruqqa bo'ysunish orqali biz yomonlikni to'sib qola olamiz dedi. Bizning kelgusimiz davzax bo'lib qolsa, buningda hech bir yaxshilik yo'qdir. Kelgusimiz cennet bo'lib qolsa, hech bir yomonlik ko'zimizga ko'rinmaydi. Mana mush gapimni deyman, menga va sizlarga uchun istig'for aytaman. Payg'ambaringlarga durud aytinglar. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb gapni tugatdi. Nayt o'zi qisqa, nayt mazmunliq bir xutba. İmam Hakim Bayhaqi Abdullah ibn Ukaymdan rivoyat qilib, bizga Abu Bakr Siddiq bir kunimda xutba o'qib bergan dedi, so'z qilib bergan edi. Allah'a hamd sana etip bulup Allah'a layık ravişte mundaq degan edi. Allah takvadır buluşunlarını tavsiye qilma dedi. Allah'a en layık ravişte sana etinglar dedi. Allah'dan qo'rqish bilan umidvorlik arzini anda tamponliqini saqlanglar. Hem qo'rqinglar, hem Allah'dan umidvor bo'linglar dedi, yaxshilik. Allah Taala Zekeriya alayhissalom va oilasiga rahmet okup mundaq deydi. Ular bo'lsa, yani Zekeriya ailesi bo'lsa, yaxshi ishlarda bir-biridan beslashib, tiz qilishadi. Bizdan ba'zi qo'rqib, ba'zi xushallik bilan bizga duo qiladi. Ular bizdan qo'rqadi. Xushu, kamtarlik holatda bizdan qo'rqadi deb o Zekeriya ailesini Allah subhanahu wa ta'ala maqtavatıdır. Yani Zekeriya ailesi sübetini üzerinde mücessem kılınlar demekçi Ebu Bakır Sıddık. Ondan bilonlar Allah'ın bendeleri, Allah özünün hakkını sizlerin özünlerine kayıt kılıp koydu. O üstün sizlerden tevsik, yani vaadiname aldı. Sizler tarafından boğan azgına bir pani yo'qolib ketadigan bir narsaga ko'p narsani setib oldi Alloh. Yani o'sha ko'p narsalarni ozgina sizdan yo'qolib ketadigan ozgina narsani setib oldi. Yani bizniki hayotimizga qilgan bir necha yillik bir amalimizga yoki o'tmishimizga Alloh bizga tugmas bir jannatni inshaalloh bizga berdi-da. Yani bizning shu amalimiz bilan shuni Alloh tegishyapti. Shuni maqsad qilmoqimiz kerak. Mana bu sizlarning ichinglarda Allohning kitobi bor, nuri menga o'tmaydi. Uning ajoyibatlari yo'qolmaydi. Qur'onning nuri bilan yuringlar. Allohning kitobiga ixlos qilinglar. Qorong'i bir qiyomatdan iborat qorong'i kun uchun Qur'ondan nur ilinglar. Alloh taolo sizlarni o'ziga ibodat qilish uchun yaratdi. Sizlarga kiromin katibin farishtalarni vakil qildi dedi. Ular sizlarning qilayotgan ishinglarni hammani bilib xotirlab turdi deb mushtar deydi. Ondan ne Allohning bandalari bilib qo'yinglar, sizlar aytgan va kechlardagi mush vaqtinglar sizlarning ajalinglar minayotgan vaqtdir.
Bu əcilinglarniki vaqti qachon tugaydiganligi sizlardan maxfiydir. Agar kuchinglar yetsizlar, əcilinglar tugashdan burun sizlar Alloh bilan bo'lgan sevgi yoki Alloh bo'lgan bir xolis amal ustida bo'la olsanglar, ishlar qilinglar. Unda qilolmaysizlar. Uni yani Alloh bilan qila olasizlar. Ya'ni Alloh bilan bo'lgan munosabatlarning yiqilchiligi orqali qila olasizlar. Sizlar əcilinglar tugashdan burun shu əcilinglar ichida yaxshi ishlarga nihoyat oldiringlar. Keyin eng yomon bir oqibatlarga giribdor bo'lib qolmanglar. Masalan, bir bölük kişiler o'zining ömrünü boshqalar uchun qildi. Alloh uchun qilmay, boshqalar uchun qildi. Dunyo uchun yoki boshqa bir arzimas aloqalar uchun da o'zlarini unutib qolishdi. Men sizlarni ularga o'xshash bo'lib qolishdan cheklayman. Fal vaha val vaha dedi. Tiz bulanglar, oldiranglar, yani Xudo tarafga oldiranglar. Alloh o'zingni bog'langlar dedi. Ondan nijotlik dedi. Sizlarniki aqongdan sizni davomli izlayotgan shu tiz hech qanday Taliban hasisan degan to'xtab qolmay izchil izlayotgan bir narsa bor. O bo'lsin ajalda marruhu sari' dedi. Uniki o'tishi yoki uni tizligi nayt bektiz. Yani ecilanglar bektiz kilo demek. Bu nayt Abu Bakr Sıddık'niki ta'sirli xutbalarniki bir bo'lishi kerak. İbn Abi Dunya Ahmed Zuhd nomli kitobida Abu Nuaym Hilyatul Awliya nomli kitobda Yahya ibn Abi Kasirdan rivoyat qilib, Abu Bakr Sıddık doim o'zining xutbalarida mundoq deydigan edi. Chiroyli, go'zal, nuroniy yuzlar qani. O'zining yoshligidan faxrlanganlar qani. Shaharlarni sepillarni sog'an podsholar qani. Urush vaqtlarida nusratlik qahramonlar qani dedi. Ularning zaman ularni hilok qilgan vaqtida u palvonlarning kuchlari yoki nopuz sultuli hokimiyatlari vayron bo'lib ketdi dedi. Ya'ni terpiran bo'lib ketdi dedi. Ular qabr qorong'uligiga kirib ketdi. Oldiranglar, ondan nijotlik bor deb xutbalarda mushtoq jaranglik gap qiladi deb shundoq deydi. İmam Ahmed Zuhd nomli kitobida Salmon degan kishi rivoyat qilib, bu Salmon degan odam men Abu Bakrning huzuriga kelgandim dedi. Kelib menga bir vasiyat qilgan, menga bir nasihat qilgan degan mazmunga gap qilsam, men Salmon Allohdan qo'rqqin. Ey Salmon, bundaqda sen Allohdan qo'rqqin. Kelgusdan nurg'un fatih ishg'oliyat harakatlari bo'ladi bilib qolgin. Lekin men uningdagi nasibangni men bilmayman. Chunki qo'sqon nimalarni o'ylading yoki zimmangda nima nishonlarni qilding uni bilmayman. Yani shunday qilib bilgan 5 vaqt namozni bir odam o'qigan bo'lsa, u odam Allohning aminligi, kepilligida bo'ladi. Aytgan men oqshomlarda. Allohninki zimmilarida biror odamni o'ldirmanglar dedi. Kim Allohning zimmilaridan, ya'ni shu islom davlatiniki kepilligida yashayotgan kishilar, g'ayridiniy kishilar dedi. Shuni va'dasi buzdikan Alloh taolo undaq odamni seni deydi. Alloh devzaqqa o'zingcha tashlab turdi. Yani demek bu da Allah'ın ahdi namusunu buzduğun işlerini kılmağın deb nasihat qilgan. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu yana mundaq Abu Bakr Sıddık'ni rivoyat qilib İmam Ahmed yani mundaq deydi. Yaxshilar qadamma-qadamda birdan o'lib ketadi deydi. Hatto kishilarning ichida eng eski nachar mush xomining opininki shu chuqundisiga o'xshash, mush xashaklarga o'xshash bir odamni qilib qoladi. Alloh unda odamlarga parvomu qilib qolmaydigan, diqqatmi qilmaydigan odamni qilib qoldi deydi. Deb shunday degan. Said ibn Mansur o'zining Sunan nomli kitobida Muaviya ibn Qurrada rivoyat qilib, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davomli duosini bunday deydigan edi. Ey Alloh, mening umrimning eng yaxshi holatini oxirgi vaqtimda qilgin. Mening amalimning eng yaxshisini amalimning eng oxirgi umrimning oxirgi mezgillarida tuganjisi qilgin. Mening kunimning eng yaxshi kunimni senga uchrashgan, sening huzuringga borgan kunimda qilgin. Deb mushtaq davomli duo qiladi dedi. Bu duoning o'g'ni olayli qarindoshlar. İmam Ahmed Zuhd nomli kitobida Hasandan rivoyat qilib, bu Hasan al-Basri bo'lishi kerak. Menga yetishcha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zining duolarida bunday duo qiladi ekan dedi. Ey Alloh, men sendan bu ishlarning oqibatida eng yaxshi narsani so'rayman.
Ey Allah, bana senin bəgən nəslinin en ahırda bəgən nəsən yaxşılıqdın, en ahırda bəgən nəsən senin memnunluğun, senin razılığın, cennet-i naimde bolğan yuqarı dərəcələr bolsun ey Allah dep Ebu Bekir Sıddık dünyalıqını oylamay davamlıq ahiretlikini oylap durduğan dualarını kılattı dedi. Erfecadır rivayetli bu kişi dedi Ebu Bekir Sıddık mundaq degan. Sizlarni biringlar yig'lasa yig'lasin. Bo'lmasa yolg'ondan bo'lsin davomli o'zini yig'in amri tutsin deb shunday degan. Ya'ni Xudogo'y Rabboniy odamda. Yani bu İmam Ahmed Urud'un Ebu Bekir Sıddık'ta rivayet kılıp ulani dedi. Burun ümmetlerini işki kızıl nersi hilak kılgan. Yani bulani bu şu ümmetin işki nersi hilak kılıdı degen dekmez bunda. Biri altın, biri zafiran. Dep şundak degen dedi. Mesela bu yani mal dünya hilak kılıdı degen mezmunda. Müslim ibn Yasar'dan Ebu Bekir'de rivayet kılıp Müslüman ecir berildi dedi. Her kanda işte ecir berildi dedi. Her kanda bir kıyınçılıklarda. Hatta bir oyğının şoyunuz üzülüp kesse mi ecir berildi dedi. Özün bunda yançıqı yanlardaki küçük bir nesleri bakın şunu jutturup koyaptı. Şununla ecir berildi dedi. Şimdi qaddi nesler için onun bir ensiraş buludu. Ondan keyin onu keyinçe özünki bir mehbi üye bir yerlerde veya bulunlu da bir yerde tep kalıdığan evallan buludu. Yani demek Müslümanın her bir ağırınıştırga bir ecir berdi dep şun demekçi. Meymun ibn Mihran rivayet kılıp İmam Ahmed yana Ebu Bekir'ninki huzurga bir qağa keltirildi de. Bu qağınınki işki qantı naysa uyan bu yanında kanatlarını tutup silap yapıp da ondan dedi ki her kanda bir ova oğlansa ya ki bir derek kesilse tesbihini yoktu koygaçkayın demek her kanda hayvanatlar derek mi Allah'a özü layık revişte tesbih etdi. Tesbih etmeyen vaxtda işte kapılıklar kelip çıkdı dep şundak degen dedi. İmam Buxari rahmetullahi aleyh özünki edep namlı kitabılar Abdullah ibn Ahmed Zavaid-i Zuh namlı kitabda Sunabhiy'den rivayet kılıp bu kişi Ebu Bekir'nin mundaq deganligini anlagan ekan. Bir qarindoshning qarindosh qilgan duosi Alloh barisa bu ijobat dedi. Alloh barisa qarindoshlarning yoki okuqlarniki yoki islom qarindosh bo'lganlarning bir qilgan duolar ijobatda mundaq degan dedi. Abdullah degan kishi Zavaid-i Zuh namlı kitobda Ubayd ibn Umayr rivayet qilib Ubayd shoirdan o adam Ebu Bekir'ninki huzura kelgenken, kelip şu vaqtda tüvendik bir şiirini okuganken. Ala kulli şeyin ma halallahu batilu. Allah'dan başka narsaning hammasi batil bika degan şiirda degan Ebu Bekir ay ras ettin degan ekan Lubay degan shoir yana shunday topdi. Va kullu na'imin la mahalata zailu. Har qanday ne'mat dunyo huzurlari bu cho'qim yani yo'qoladi. Dep degandan keyin har qanday ne'mat debdi ma'nodamda dunyo huzurida emas har qanday ne'mat balkim dunyodagi ne'matni maqsad qilgan bo'lishi mumkin lekin gapga bo'lgan xudoga bo'lgan hurmat tuyg'usidan Abu Bakr Siddiq bundoq debdi voy qamlashmanda yolg'on aytib qolding Allohning huzuridagi ne'mat hargiz yo'qolmaydi deb shundoq degan bu odam qaytib ketgandan keyin Lubayt Abu Bakrning huzuridan Abu Bakr shundoq degan ekan endi ba'zida shoirlar o'zi hikmat tufayli ba'zi gaplarni deb soladi deb buni oldirdik degan gapni ma'qullagan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.